Hürmetli vatandaşım, bugünkü liksimizni başlaymiz. Yaponiya matbuatlari Amerika armiyasının yasab olgan, Jungo yasab olgan arallarını zor kölemde çağrılaşını planlaganligini aşkarladığı mavzulu haber 11. ayının 21. günü Dovit orbiti e'lon qilindi. Haber mundaq başlandı. Yakından beri Amerika Jungo deniz armiyaları qayta uçraştı. Amerika armiyasının Janubi Jungo denizide erken qatnaşını yoki erken yürüyüş qilishidin paydo bo'lgan jiddiy vaziyat. Janubi Jungo denizde Amerika armiyasının erken qatnaşı yoki erken yürüyüş qilishidin paydo bo'lgan jiddiy vaziyat Jungo Amerika davlat munosabatiga ko'lanka tashladı. Növbette Amerika Qo'shma Shtatlar ikinci qatim Janubi dengizda zor ko'lamda chorlash elib berishni planladi. Yaponiya Kyoto agentligi 11. ayning 22. günü xabar qilib, Amerika armiyasi Tinch okean qo'mondonlik eskadronining qo'mondoni Harry Harris, Admiral Harry Harris 21. günü mundaq ko'rsatdi. Amerika Janubi dengizi Jungo deniz territoriyamizda hesaplab egilik hukuk jakarlagan deniz yüzü tabasiga arallarını yasab olgan dairiga 12 deniz mili atrafiga yana bir qatim harbiy parxod avatidi. Admiral Harry Harris Kanada bexatarlik yig'ini qatnashgan chog'da yuqorida ko'rsatdi. Xabarda mundaq ko'rsatildi. Admiral Harry Harris'nin sözlügen sözü, Amerika Qo'shma Shtatlarının prezidenti Obama, Sharqi Janubi Osiyo davlatlari yuqori darajaliklar yig'ini qatnashgan chog'da aytildi. 2 yil o'zaro moslashdi. Ikkilan yani Admiral Harry Harris bilan prezident Obama o'zaro moslashdi. Amerika'nın yan bir qatim Jungoni cheklash maqsadi texmi oydinlashdi deb ko'rsatdi xabarda. Amerika'nın konservativ matbuoti hisoblanadigan Washington erkinlik munari gazeti 11. ayning 20. günü xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Davomini keyingi leksimizda anglaysiz vatandoshim.